Assalomu alaykum. Haydovchilar tomonidan sodir etilgan yo'l harakati qoidabuzarliklari uchun jarima ballari hisoblanishi belgilangan moddalar va jarima ballarining miqdorlari haqida bilib oling. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 125-moddasi 3-qismi haydovchilarning tormoz tizimida, rul boshqaruvida yoki uluvchi qurilmada nosozligi bo'lgan yoxud tegishli ruxsatnomasiz qayta jihozlangan transport vositalarini boshqarishi 0,3 ball. 125-modda 5-qismi foydalanish belgilangan tartibda man etilgan transport vositalarini, xuddi shuningdek davlat raqam belgisini o'zboshimchalik bilan yechib olingan transport vositalarini boshqarish 1 ball. 126-modda 1-qismi ko'zgusimon va yoki tusi o'zgartirilgan, qoraytirilgan oynali, shuningdek tevarak atrofni ko'rishni cheklaydigan qoplamali transport vositalaridan foydalanish 0,5 ball. 127-modda 1-qism tovush signalini sababsiz berish transport vositalariga uni ishlab chiqargan korxona nazarda tutmagan tovush chiqaruvchi va yorituvchi qurilmalarni o'rnatish, xuddi shuningdek ularni o'zgartirib o'rnatish 0,2 ball. 128.3-modda 1-qism transport vositalari haydovchilarining belgilangan harakat tezligini soatiga 20 km dan ko'p bo'lmagan kattalikda oshirib yuborishi 0,5 ball. 2-qismi bilan belgilangan harakat tezligini soatiga 20 km dan ortiq, lekin 40 km dan ko'p bo'lmagan kattalikda oshirib yuborishi 1 ball. 3-qismi bilan belgilangan harakat tezligini soatiga 40 km dan ortiq, lekin 60 km dan ko'p bo'lmagan kattalikda oshirib yuborishi 1,5 ball. 4-qism bilan harakat tezligini soatiga 60 km dan ortiq kattalikda oshirib yuborishi 2 ball. 128.4-modda 2-qism transport vositalari haydovchilarining svetoforning taqiqlovchi signaliga yoki yo'l harakatini tartibga soluvchining taqiqlovchi ishorasiga bo'ysunmasdan o'tishi 1 ball. 128.5-modda 1-qism tezkor va maxsus xizmatlarning ko'k yoki qizil yoxud ko'k va qizil rangli yaltiroq mayoqchani yoqqan holda hamda maxsus tovushli signal bilan yaqinlashib kelayotgan transport vositalari to'siqsiz o'tib ketishi uchun transport vositalari haydovchilari tomonidan xalaqit berish 0,5 ball. 128.5-moddasi 2-qismi transport vositalari haydovchilarining yo'lning qarama-qarshi harakatlanishi uchun mo'ljallangan tomoniga yoki bo'lagiga yo'l harakati qoidalarini buzgan holda chiqishi, xuddi shuningdek avariya holatini yuzaga kelishiga sabab bo'lgan huquqbuzarlikni sodir etishi 1 ball. 128.6-moddasi transport vositalari haydovchilarining to'xtash yoki to'xtab turish qoidalarini buzishi 0,2 ball. 128.8-modda 1-qism odam tashish qoidalarini buzish 0,3 ball. 128.8-moddasi 2-qism avtobus va mikroavtobuslarda ichki ishlar organlarining hamrohligisiz odam tashish, agar ularning hamrohligida odam tashish shart bo'lsa 0,5 ball. 128.9-moddasi